davrashtirib o'qaylik. Bir minut ko'zoynagimni taqib olay. Qayg'u alam yili. Abu Talibning vafot bo'lishi. Abu Talib kesili kun sayin eg'irlashib, Biyasatning 10-yili jilg'idagi muhasiradan chiqib 6 oydan keyin bu dunyo bilan vidolashdi. Yana bir rivoyatda shu yili Ramazon oyida Xadicha radhiyallohu anhadan 3 kun ilgari vafot bo'lgan deyiladi. Sahih Buxoriyda Muayyad radhiyallohu anhudan naql qilingan bir hadisda Abu Talib jon uzish oldida turganda Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam uning qishig'iga kirgan. Bu chaqda uning yonida Abu Jahl bor ekan va itaga la ilaha illalloh bir Allohdan boshqa ma'bud barhaq yo'q degan. Men mushu bir ig'iz so'zing bilan sen uchun Allohning oldida guvohlik beraman degan. Abu Jahl bilan Abdullah ibn Abi Umayya uning ko'ziga kirib olib, "Ey Abu Talib, o'lar vaqtingda Abdul Muttallibning yo'lidan voz kessang bo'lamdi?" degandek gaplarni qilib turib olg'ashqa, oxiri Abu Talib jon uzish oldida Abdul Muttallibning tutgan yo'li bilan degan va shu an ko'z yumgan. Bunun qarta Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam "Men Alloh tarafidan cheklanmasamla sana mag'firat tilayman" deganda tuvandagi oyatlar nozil bo'lgan. Payg'ambarga va mo'minlarga mushriklarning ahli do'zax ekanligi aniq ma'lum bo'lgandan keyin mushriklar ularning tuqqani bo'lgan taqdirdami ularga mag'firat talab qilish durust emas. Qur'oni Karim Sura Tavba 9-sura 113-oyat. Shubhisizki sen xohlagan odamingni hidoyat qila olmaysan. Qur'oni Karim Sura Qasas 28-sura 56-oyatning bir qismi. Abu Talibning Payg'ambar sallallohu alayhi vasallamni qanot ostiga elib muhabbat qilish va qo'g'dash jarayonini unda qo'g'dagan, mundaq muhabbat qilgan deb so'zlab o'tirishning hojati yo'q. Qisqasi, u islom davlatining zolim mustabidlar va nokes o't quyruqi jumoqchilarining hujumidan qo'ltindigan mustahkam bir po'lat qo'rg'ini bo'lgan edi. Lekin u ajdodlarining yo'liga varislik qilish ideyasida qolib qolgan bo'lg'achqa o'zi kesil nijotlik topolmadi. Abbas ibn Abdulmutallib radhiyallohu anhudan naql qilingan sahih hadisda u Payg'ambar sallallohu alayhi vasallamga "Tag'ang Abu Talibga nimaga asqatding? U seni qo'qtaydi va sen uchun xalqlar bilan dushmanlashatdi" deb so'raganda Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam uningga "U do'zaxning eng teyiz yerida bo'ladi. Agar men bo'lmagan bo'lsam, u do'zaxning eng cho'nqur ozgilda azoblanadi" degan. Abu Said Xudriy Payg'ambar sallallohu alayhi vasallamning yinda tog'isining gibi bo'lganda uning mundaq deganligini anglagan. Ehtimol qiyomat kuni uningga mening shafaatim asqatib, do'zaxning teyiz yerda o'shqiga qadar o'tda azob qilinishi mumkin. Xadicha radhiyallohu anhaning Alloh taoloning dargohiga uzishi. Abu Talib vafot bo'lib 2 oydan keyin yoki yuqorqi ixtilofli rivoyatlarga asosan 3 kundan keyin mo'minlarning onasi Xadicha Kubra radhiyallohu anha Alloh taoloning dargohiga o'zidi. U Biyasatning 10-yili Ramazon oyida 65 yoshida olamdan o'tdi. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam bu chaqda 50 yoshda edi. Shak shubsizki Xadicha radhiyallohu anha Alloh taoloning Payg'ambar sallallohu alayhi vasallamga ato qilgan katta ne'matlarining biri edi. U Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam bilan 25 yildak birga yashab, uningga ansizlik ketayotgan vaqtlarida ko'nglini yasab eslashlik qildi. Qiyin halqiliq paytlarda qo'llab-quvvatladi. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallamning elchilik vazifasini ijro qilishiga
yordamlashdi. Jahonning ochiq-chuchuk badallarini tang to'ladi va uningga o'zining hayoti va iqtisodini otidi. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam uning haqida hamma odam menga ishonmay inkor qilganda, u Xadija menga ishongan. Hamma odam mollarini mendan qochirib qisqanda, u meni o'z meliga sherik qilgan. Alloh menga uningdan bir qancha farzand ato qilgan. Uningdan boshqa ayollardan tug'ilgan bolalarim turmadi. Xat xato qildi. Uningdan boshqa ayollardan tug'ilgan bolalarim turmadi degan. Sahihul Buxariyda Abu Hurayra raziyallohu anhu rivoyat qilib aytdiki, Jibril alayhissalom payg'ambar sallallohu alayhi vasallamning qishig'iga kelib, "Ey Rasululloh, Xadija qo'lida qochi ko'tarib, qo'shimcha yemaklik taom demidimi yoki sharob demidimi? Elib kelyotdi." U kelgan hamon uningga Parvardigor Taolodan salom aytqin va uningga jannatda uncha marjon yasalgan varang churungsiz bir uy bilan bishorat bergin degan. Qatma-qat qayg'u alamlar. Qayg'uliq bu ikki ish bir qancha kun ichida yuz berganlikdan payg'ambar sallallohu alayhi vasallamning qalbini kuchli dard alam tuyg'ulari o'z iskanjasiga olib oldi. Uning ustiga qavmi jamoat tarafidanmi qatma-qat arsiyat, kulfatlar kelishga boshladi. Ular payg'ambar sallallohu alayhi vasallamga Abu Talib hayot vaqtida qilishga petinolmagan askiliklarni qilishga endi jur'at qiladigan bo'lib qoldi. So'ng u dard ustiga dard tortib, oxir ulardan umidini uzdi va Naif aholisi da'vatimga ovoz qo'shar yoki menga o'rin berib bularning ustidan yordamda bo'lar degan umidda Naifga chiqdi. Lekin ulardanmi payg'ambar sallallohu alayhi vasallamga panohlik beradigan va yoki yordam qiladiganlar chiqmadi. Balki ular payg'ambar sallallohu alayhi vasallamga Qurayshlar qilmagan askiliklarni qilib qattiq tashlab berdi. Makka mushriklarning zulmlari payg'ambar sallallohu alayhi vasallamga qarta mushundoq kuchayginiga o'xshash sahobalarga ham kuchaygan edi. Hatto Abu Bakr raziyallohu anhu Makkadan hijrat qilib chiqib ketishga majbur bo'ldi. U Habashistonga bormoqchi bo'lib, Barkul Himat degan yerga borganda Ibn Daqni degan kishi panohlikqa elib Makkaga qaytarib keldi. Ibn Issoq rahimahulloh mundaq deydi: Abu Talib o'lib ketib edi. Qurayshlar payg'ambar sallallohu alayhi vasallamga u hayot vaqtida qilishga jur'at qilolmagan yomonliklarni qilishga petindi. Hatto bir badbaxt payg'ambar sallallohu alayhi vasallamning yuziga o'chimlab to'pichashdi. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam yuz ko'zlarini to'pig'i meylangan holda uyga kirdi. Qizlardan birisi yig'lag'ash, otasining changto'zan va to'pa tumanga meylangan bosh ko'zini yuyib qo'ydi. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam uningga: "Yig'lamanglar qizlarim, Alloh otanglarni o'z panohida saqlaydi" dedi. U yana pat-pat: "Abu Talib hayot bo'lgan bo'lsa, Qurayshlar muncha qo'pollik va askiliklarni qilmagan bo'ladi" deydi. Bu yili payg'ambar sallallohu alayhi vasallamning beshiga ana shunda dard alamlar qatma-qat yoqqanligi uchun u bu yilni qayg'u alam yili deb atadi. Bu yil tarixda ham mushu nom bilan to'nildi. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallamning Savda raziyallohu anhaga o'ylanishi. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam mushu yili Besatning 10-yili Shavvol oyida Ram'ining qizi Savda raziyallohu anhaga o'ylandi. Savda eng dastlab musulmon bo'lgan pishqadam musulmon ayollardan bo'lib, Habashistonga qilingan ikkinchi qatimliq hijratga qatnashgan. Uning burunqi eri
Sekran ibn Amrmu musulmon bo'lgan bo'lib, ular xotin birga hijrat qilib chiqib, keyin uning eri Habash zaminida yoki Makkaga qaytib kelgandan keyin vafot bo'lib ketgan. Uning iddati chiqqandan keyin payg'ambar sallallohu alayhi vasallam uningga xiyritorlik qilib amriga oldi. U payg'ambar sallallohu alayhi vasallamning Xadicha radhiyallohu anhadan keyin tunji nikohga olgan xotinidir. U bir qancha yildan keyin o'zining payg'ambar sallallohu alayhi vasallam bilan bir yostiqda bo'lgan navbatini Hazrati Aisha radhiyallohu anhaga o'tib bergan. Sabr chidamliq omillari. Mush yerga kelganda bir qancha kan qo'rsoq sabrchan odammi hayron bo'lmay turolmaydi va har qanday katta bilimli dushmanlarmi musulmonlarning sabrchan chidamliqligini muncha yuqori palla ko'targan zodi qaysi omildir. Ular odamning teni juguldab, yuraklari zarda bo'ladigan bu zulm sistemlarga qanday sabr qilgandi deb so'rashib qoladi. Albatta, odamning ko'nglidan chiqmaydigan ashu savollarni nazarda tutib, bu sabrchanlik va chidamchanlikning sabab omillarini oddiy qilib tunishtirib o'tmoqchimiz. Birinchi, buningdagi birdan bir asosiy sabab musulmonlarning Alloh taoloning barhaq bir ekanligiga va borligiga keltirgan iymonining kuchlikligi. Alloh taolo bo'lgan tunishning haqiqatan cho'nqurligi edi. Chunki mukammal iymon kishilar qalbiga singib kirsa, tog'nimi ko'tarib ketadi. Bundoq kuchli iymon va mustahkam iroda egisi dunyoning jafo mushaqqatlari mayli qanchalik og'ir, chidag'usiz, mushkul va qo'rqinchli bo'lgan taqdirdami, o'zining mustahkam iymoni bilan ularning hammasini mazmun qo'pirilgan tug'an yoki beton qal'alarga urilgan ko'pik va lava lashdan iborat deb qaraydi. Shuning bilan u o'zi lazzatlangan iymon halovati, islom ishtiyoqi va mustahkam irodasi bilan ashu qiyinchiliklarning hech qaysiga parvo qilmaydi. Ko'pik bo'lsa iqib tugaydi. İnsanlarga foydali narsa ziminda qolib qoladi. Qur'oni Karim Sura Ra'id 13-sura 17-oyatning bir qismi. Bu asosiy sababdan boshqa yana mundaq bir qancha qo'shim sabablarni yakunlashga bo'ladi. Uyushdan ikkinchisi, uyushtirish kuchiga ega to'g'ri rahbarlik. Islom ummatlarining balki butkul insoniyatning oliy rahbarlari Muhammad sallallohu alayhi vasallam o'ziga yaxshi odat, psixik kamolat, makarim axloq, esil fazilat va olijanob xislatlarni eng yuqori darajada o'zlashtirganligi, u barliq haqsuyar qalblarni o'z atrofida magnatdek tortgan edi. Kishilar uning uchun jon pido qilishga tayyor edi. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallamga ato qilingan yuqori kamolatga boshqa hech qanday bir inson muyassar bo'lgan emas. U inovat, obro'y, esil fazilatlarda tangdoshsiz edi. İffet, nomusjon, pok diyonatlik, vafodor, samimiy, rostchil va saxovatlik bo'lish qatorliq jihatlarda hammadan oldin qatorda turadi. Uning do'stlari, al-aqinlari va sabdoshlari emas, hatto uni o'sh ko'rdigan dushmanlarimi uning bu fazilatini e'tirof qiladi. Ular payg'ambar sallallohu alayhi vasallamning og'zidan chiqqan har qanday so'zning amalda rost bo'lganligiga jazm qilishadi. Bir qatim Quraysh katiboshlaridan bir-biridan yushurun holda Qur'onga quloq solgan 3 kishi bir yerga jam bo'ldi. Onda ularning bu siri oshkorlanib qoldi. Shuning bilan ularning biri Abu Jahldan, umu ashu 3 kishining biri edi. Sen Muhammaddan anglagan ishlarga qanday qaraysan? Dedi Abu Jahl. Qanday qaraydim? Biz Abdu Manaf jamoati bilan sharaf qo'qlashdik. Ular mehmondorchilik qilib, osh qo'rsoqlarga taom bersa, bizmi taom berdik. Ular uloqsiz piyoda qolganlarni uloqqa mindirsa, bizmi mindirdik. Ular xayr saxovat qilsa, bizmi xayr saxovat qildik. Hatto baslashib, oxiri beygiga
barabar ketayotgan ikki otning misoli bo'lib qilib edik. Ular bizning osmon vahiyisini qabul qiladigan payg'ambarimiz bor deb qo'pdi. Endi biz bu bo'shliqni qandoq to'ldiramiz? Azbroy Xudo, biz uningga mangu agashmaymiz va ishonmaymiz, dedi. Abu Jahlning davomliq deydigini: "Ey Muhammad, biz seni yolg'onchi deganimiz yo'q. Lekin sen elib kelgan ashu bir nimangni inkor qilamiz," degandek so'z edi. Shunga Alloh taolo uning haqida: "Ular seni ichida inkor qilmaydi. Haqiqatda zolimlar Allohning oyatlarini inkor qiladi." Qur'oni Karim sura An'am 6-sura 33-oyatning bir qismi degan oyatni hosil qildi. Bir kuni payg'ambar sallallohu alayhi vasallam Ka'bani tavof qilyotdi. Mushriklar har qatim o'zlarining uduliga kelganda uni masxara mazoq qilishib kulishdi. Shunga payg'ambar sallallohu alayhi vasallam 3-qatim aylanib kelganda to'xtab turib ularga: "Ey Quraysh xalqi, men sizlarga o'lim elib keldim," degan edi. Bu so'z ularga qattiq ta'sir qildi. Chig'i ularning eng eski deganlarimi payg'ambar sallallohu alayhi vasallamga chiroyli gaplarni qilib, uning ko'nglini yasashga kirishdi. Quraysh mushriklari payg'ambar sallallohu alayhi vasallam sajdada turayotganda to'gining yenini akilib, uning ustiga ortib qo'ygan chog'da payg'ambar sallallohu alayhi vasallam ularga duoyi bad qilgan edi. Birdan ularning kulkisi besilib, g'am qo'yg'uga asir bo'lishdi va o'zlarining amdi cho'qim bir kuni halok bo'lganligiga jazm qilishdi. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam Abu Lahabning o'g'li Utaybga duoibat qilganda, u payg'ambar sallallohu alayhi vasallamning bu duosining cho'qim tegadiganligini jazm qilgan edi. Oxir u Shamga chiqqanda bir yo'lbosning karvonning atrofini aylanib yurganligini ko'rib: "Voy tova, u Muhammad Makkada turib meni o'ldiradigan bo'ldi," degan. Ubay ibn Halaf doim payg'ambar sallallohu alayhi vasallamga: "Men seni o'ldiraman," deb tahdid solatdi. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam uningga: "Alloh xolsa, balki men seni cho'qim o'ldiraman," deydi. Uhud urushida payg'ambar sallallohu alayhi vasallam uningga nayza urganda, nayza dal tegmay qilib, uning gejgisini ozroq zedi qilib atgan edi. Bu vaqtda u: "Muhammad menga o'z vaqtida seni men cho'qim o'ldiraman degan edi. Azbroy Xudo, u hozir menga qattiq birini tükürsinmi, meni albatta o'ldirib etadi," deb yig'lashga boshlagan. Vaqaning tafsiloti o'z navbatida keladi. Said ibn Ma'oz raziyallohu anhu Makkada umra hajjiga borganda Umayya ibn Halafga: "Men payg'ambar sallallohu alayhi vasallamning ular, ya'ni musulmonlar Umayya ibn Halafni cho'qim o'ldirdi deganligini angladim," deganda Umayya qattiq cho'chigan va o'ziga Makkaning sirtiga chiqmaslikni ahd qilgan. Badri urushida Abu Jahl uni jangga chiqishga zo'rlagan. U qichishga qulaylik bo'lsin uchun Makka tavasidagi eng chopqir bir to'gini tanlab setib olib minib chiqqan. Bu chaqda uning ayoli: "Ey Abu Safvan," Umayyaning kunyeti. Yasrib ma'nisi Madina. "Lek eliki og'inang degan gapni unutib qoldingmi?" deganda Umayya: "Unutib qolganim yo'q. Men faqat ularga o'zimni shundoq bir ko'rsatib qo'yibla qaytib kelaman," degan. Mana bu payg'ambar sallallohu alayhi vasallamning dushmanlarining bahosi va uning tutgan pozitsiyasi edi. Ammo payg'ambar sallallohu alayhi vasallamning ashablari va qarinas do'st birodarlariga nisbatan payg'ambar sallallohu alayhi vasallam ularning jini va tini edi. Musulmonlarning barligi mehr muhabbati, do'stligi va qon qarindoshligi payg'ambar sallallohu alayhi vasallamga beg'ishlangan edi. Qalblar uningga temir magnitga chaplashganday harom bo'lib qolgan edi. Shunga bir shoir mundaq yozgan: "Ko'rinmakka Rasululloh orimizot,
haqiqatan qalblarning magnitdir. Mana shundaq haqiqiy mehr muhabbat va o'zni pido qilish ro'yining amaliy ifodalaridan biri shuki, ular beshi kesilib o'lishga rozi ediki, payg'ambar sallallohu alayhi vasallamning tirnog'i yerilib yoki putiga tikan kirib dard tortishiga chidamaydi. Abu Bakr raziyallohu anhu bir kuni Makkada qattiq o'rib etilganlikdan ig'ir zaxmlangan edi. O'tba ibn Rabiya yarador yetibotgan Abu Bakrning beshiga kelib, qalin chamlik to'nkay oyog'i bilan uning yuz ko'zlariga urib, tepib, qo'rsaqlarga dassab, uning yuz ko'zlarini to'nug'li bo'lmaydigan darajada yarlandirdi. Ya'ni Tayyim Abu Bakrning jamoati va uni bir palasqa selib, to'rt tarafidan ko'tarib, arantaslikda uyga olib qo'yishdi. Ular Abu Bakrning hayotidan umidni uzgan edi. U kash bo'lganda o'shiga kelib gap qildi. Uning Rasulullohning ahvoli qanday bo'lib ketdi degan so'zni tasdiqda anqarg'ili bo'ladi. Uning so'zini anglagan ahli avlodlari hayronlikdan ig'izlarini tutishib qoldi va uning o'zining dardini tortish haqida nasihat qilishdi. Uning ondan ular o'rnidan turib Umul Hayr Abu Bakrning onasiga uningga ozroq yemaklik va ichimlik berishni topalab qo'yib chiqib ketishdi. Abu Bakr raziyallohu anhuning qishida yolg'iz qolgan Umul Hayr Abu Bakrni tamoqqa zo'rladi. Abu Bakr Rasulullohning ahvoli qanday bo'ldi deb tamoq bilan kori bo'lmadi. Umul Hayr asbray xudo, mening u do'stimning ahvolidan xabarim yo'q dedi Abu Bakr. Amsa Umu Jamil binti Harabning uyiga berib o'qib kelgin dedi. Umul Hayr Abu Bakr raziyallohu anhuni yotqizib qo'yib, Umu Jamilning qishig'i keldi va Abu Bakr Muhammad ibn Abdullahning ahvolini so'rayotdi dedi. U, men Abu Bakr Muhammad ibn Abdullah deganlarni tonimayman. Xohlasangiz meni ashu Abu Bakr deganning qishig'i boshlab bering dedi. Umul Hayr ma'qul bo'lib uni boshlab keldi. Ular uyiga kirganda Abu Bakr go'yo o'likdek behush yotadi. Umu Jamil uni ko'ribla tovlibatdi va Alloh bilan qasamki, sana mushunda qattiq tekkan badbaxtlar cho'qim pasq va vijdonsiz mushriklardir. Allah sana ulardan intiqomingni cho'qim ilib berar dedi. Abu Bakr raziyallohu anhu nihoyatda tasdiqda Rasulullohning ahvolini nechuk deb so'radi. Ummu Jamil onang anglab qolsa maylimi deganda qilib Umul Hayrga qaragan edi. Abu Bakr kerak yo'q davar dedi. Ummu Jamil Rasulullohdan xotirjam bo'l, u sog' salomat dedi. U hozir nada? Ibn Arqamning qo'rosida. Bu chaqda Abu Bakr raziyallohu anhu men Rasululloh bilan yuz ko'rishmaguncha egizimga tamoq yoki suv olmaslikni Xudo uchun nazr qildim devatdi. Shunga bilan ular bir oz ta'xir qilib turdi. Bir chaqda al oyig'i jimiqib ko'chlar tinchlanibdi. Ikkilan Abu Bakr raziyallohu anhuni ikki qo'ltig'idan yo'lab mingtasida payg'ambar sallallohu alayhi vasallam bar quruqi elib kelishdi. Biz yana bu ulug' sahoba kiramlarning haqiqiy sadoqatmanligi, ro'yi va o'zini unutgan holda payg'ambar sallallohu alayhi vasallam uchun jon pido qilish ro'yining nodir namoyandalarini bo'libmi Uhud urushida payg'ambar sallallohu alayhi vasallamning hayoti xavf ichida qolgan paytda o'zlarini o'limga tutib berish badaliga payg'ambar sallallohu alayhi vasallamni qo'g'laganligini va Hubayib va uningdan boshqa sahobalarning ish izlarini o'z navbatida bayon qilamiz. 3. Yuksak mas'uliyatchanlik ruhi. Sahoba kiramlar o'zlarining zimmasiga yüklengen bu mas'uliyatning naqadar ig'ir ham ulug'vor ekanligini, bu mas'uliyatdan hech qanday bir ahvolda bosh tortishga va yoki
o'zini qochirishga qat'iy bo'lmaydiganligini to'nib yetgan edi. Bu mas'uliyatni zimmasiga ilishdan qochganda kelib chiqadigan yomon oqibatlar hozir tortayotgan zulm va jabr jafolarga selishtirganda to'lim ichinishliq ham xatarlik bo'lganligini, qisqasi mundaq mas'uliyatdan bino muslarcha qechishning musulmonlarga balki insoniyatga keltiradigan ziyinni mas'uliyatni ado qilish yo'lida chekkan jabr jafolarga qat'iy selishtirib bo'lmaydiganligini to'liq to'nib yetgan edi. 4. Qiyomat kuniga bo'lgan komil iymon. Sahobalar raziyallohu anhum o'zlarining Alloh Rabbil alamin, Allohu Rabbil alamin, butun olamlarning parvardigori Allohning oldiga cho'qim bordiganligiga, u yerda cho'ng kichik ish amallarning jimisidan hisob berib, yo mangulik rohat farog'at jannatga yoki abadil abad azob uqubat jahannamga oldiganligiga to'liq ishonch qiladi. Shunga ular hayotini xavf va rijo, umid va qo'rqinish ichida o'tkazishadi. Alloh taoloning rahmatidan umidvor bo'ladi va azobdan qo'rqadi. Ular Alloh taolo aytgandek sadaqa beradigan, ammo Parvardigorining dargohiga hisob berish uchun qaytib boradiganligidan dillari qo'rqib turadigan kishilar. Qur'oni Karim Sura Mu'minun 23-sura 60-oyat eri. Shuningdek, ular bu dunyoning azob-uqubat va rohat farog'atlarining oxiratning jafo mushaqqatlari oldida pashining qontiga teng kelmaydiganligi haqiqiy ravishda tushungan edi. Dal mushu tonish va kuchli jazmiyat ularga dunyoning jafo mushaqqatli yuklarini va ig'ir azob uqubatlarini yenik his qildirgan. Hatto ular dunyolik ishlarga parvo qilib ketmaydigan va ortiqcha ko'ngil bo'lib ketmaydigan bo'lgan. 5. Qur'oni Karim. Aşı bo'ron chapqunliq va baloyi ofatlik yillarda nozil bo'lgan oyat va suralar da'vatning asosiy temasi bo'lgan. Islom dinining aqida prinsiplarini po'latdek pokit va qoyilqarliq dalil hujjatlar bilan ta'min etib, musulmonlarni ilg'or jamiyat qurishning ijtimoiy asoslariga yetaklaydi. Shunaqla ularning jasoratini qo'zg'ab, sabrlik, chidamliq bo'lishga ilhomlantiradi va buningga oid amaliy misollarni keltirib, uningdagi hikmat va nishonlarni bayon qiladi. Sizlar texi ilgirkilar uchirgan kulfatlarga uchirmay turib, jannatga kirishni o'ylamsizlar. Sizlardan ilgari o'tgan mo'minlar ig'irchiliklarga, kulfatlarga uchragan va cho'shitib etilgan edi. Hatto payg'ambar va mo'minlar Allohning bizga va'da qilgan yordami qachon keladi degan edi. Bilinglarki, Allohning yordami haqiqatan yaqindir. Qur'oni Karim Sura Baqara 2-sura 214-oyat. Alif Lam Mim. İnsanlar iman etdi deb qo'yish bilanla sinalmay tark etilimiz deb o'ylamdi. Ulardan burun o'tganlarni biz haqiqatini sinadik. Alloh imonida rostchilarni cho'qim biladi. Imonida yolg'onchilarni cho'qim biladi. Qur'oni Karim Sura Ankabut 29-sura 1-3-oyatlar. Shuning bilan bir vaqtda yana bu oyatlar mushriklar va haqiqatga qoyil bo'lmay jadallashtiruvchilarning puchak safsatlariga kaskin raddiya berib, ularga yo'ch qo'ymaydi. Ularga birdam Alloh taoloning ne'matlari va do'st dushmanlariga yurgizadigan tarixiy qonuniyatlari bilan dalil keltirib, kelgusidagi ular ozg'unlik va haqiqatga bo'ysunmaslik jinoyatni davomlashtirib bergan. Taqdirdagi ichinishlik yomon oqibatdan hazar aylansa, yana birdam oshu ozg'unlar mengayotgan zalomat yo'lidan qaytib to'g'ri yo'l tepib olsin uchun sizlar muloyim so'zlar bilan tushuntirib,
ularni to'g'ri yo'lga yetaklaydi. Qur'oni Kerim, ya'ni musulmonlarni boshqa bir dunyoga boshlab berib, ularga koinot mo'jizalarini, Parvardigori Alloh taoloning go'zal jamoli, ilohiy kamolat, rahimdillik, mehribonlik bishoratlari va rosimatlik tajalliyotlarini ko'rsatib, ularga hech qanday to'salg'u kor qilmaydigan kuchli ruhiy huzur halovat ishtiyoqini qo'zg'an edi. Bu oyatlarda yana musulmonlarga qaratilgan xitobnomalar bo'lib, uning bilan Alloh taolo ularga o'zining rahmati, roziligi va tugumas nozik ne'matga to'shqan jannati bilan bishorat beradi va zolim mushriklarning pat yaqinda qattiq sotlanib, butun huquqidan mahrum qilinganligi, ondan do'zaxga dum tashlanib, do'zax o'tining ta'mini tetinglar deyildiganligi haqidagi ogohlantirishlarni ro'shan o'tirg'a qo'yadi. Sevimli qarindoshlarim, vaqtmi to'shib qopti, lekin men yana davomlashtirib o'qiyman, lekin 15 minutdan keyin agar yana davomliq o'sha o'qishlikqa qiziqsangiz, 15 minutdan keyin ko'rishaylik. Rahmat. Alloh rahmat qilsin. Allohga omonat.